Butun boshli Yevropada 4-o'rinda turar ekan. Turkiyada 1-o'rinda turar. Tuf ko'z tegmasin. Qarshilarda Turkiyani eng katta kraska ishlab chiqaradigan zavodi ekan. IBA. Kirib ko'ramizmi? Bundan buyog'iga telefonni kirgizmas ekan, kameralar kirmas ekan. Yaxshi ham shu ochkini olib kelgan ekanman. Sekin endi o'g'rincha olamiz. Zavod вообще sir saqlanadigan texnologiya asosida Ispaniya. Faqat bulada bor ekan, Ispaniyada bor ekan. Bunga tez tok urmaydimi bu ish qilib? Manzaratimni olar ekanda. Hamma oyoqni olar ekan, bu qo'ldagi tokka olar ekan, ichkarida otash chiqmasligi uchun. Paddonni qo'ydi. Endi kraskani oladimi? Hamma ish chiqyapti bu. Endi korobka qo'yyapti, qaranglar. Bir donasini oldi, qaranglar. Korobka oldi. Eng hayron qoladigan joyingiz qarang. Qizilni qizilga uryapti. Ko'k uryapti. Bu yoqda hammasi bitta teshuvdan chiqyapti. Qizil ko'k qilib o'zi ajratib beryapti. Voy subhanalloh, qaranglar. Mana endi qizilni keldi. Ko'kni bu yoqqa qo'ydi. Ko'kni o'zi qanaqa? Endi qizilni bu yoqqa qo'yadi, qaranglar. Ha, uyaltirma. Malades. Xavfsizlik eng oliy darajada. Portlab bir nima bo'lmasligi uchun yerga tagiga ko'milgan eng asosiy tankerlar hozir alohida qilinadi. Bu yerdan ham zavodga ketar ekan, ham sotilar ekan. Mahsulotni oldida xodimlar yuribdi, lekin mana bu eng asosiy joy ekan. Bu yerda umuman mexanический, ya'ni odam qatnashmaydi. Hammasi kompyuterda, hammasini o'zining nomeri bor. Hammasi pompada alohida o'sha 20 kilometr turbani tortib alohida nasosda jo'natadi. Endi nima bo'ladi? Bitoni buni qarang. Nima chiroyli. Fasadni qaranglar, travertin qilib qo'yganga o'xshaydi. Beton, nima bilan betoni bunaqa chiroyli? Hamma narsani normada soladimi deyman-da, ya. Mana shu butun zavodga hozir og'a aytdiki, abi aytdiki, 50 million dollar qiymatda pul tikilgan ekan. 50 million, ko'pmas ekan, to'g'rimi? Bular to'ymasdan mana bu yerga zavodni davomini qurishayotgan ekan. Masjiddan boshlab to oxirigacha zavod qurilayotgan ekan. Keyingi yil mayga kelsang, deyapti, xudo xolasa ochilishi bo'ladi, deyapti. Kelamiz inshaalloh. Okay, rozi bo'lib qo'yasiz, endi majbur bo'lman shunaqa video olayotgani. To'g'risini aytsam, mana bu yerda bitta menejer bildi, boshqa qildi. Bu aytdiki, kameraga tushib qolma, video olayotganing. Prosta kameraga olib yurganing videoga tushib qolsa bo'lmaydi, deyapti. Hozir ham ochkida olman, hech kim bilmaydi. Asosiy zavodi bu ekan. Kraska nimadan tayyorlanadi desa, mana o'sha narsa masjidda ishlab chiqarilar ekan. Hozirgi ko'rsatgan joyimga turbalardan o'tib, o'shanga kirar ekan, keyin 16 ta tankdan zavodga qarab kirib ketar ekan. Mana endi bu zavodda eng seryozniligiga javob beradigan zavod bu. Chunki bular kraska ishlab chiqaradigan mahsulotni ham, siryoni ham o'zi ishlab chiqarar ekan, aynan shu fabrikada. Turkiyada ishlab chiqariladigan eng zo'r kraska fabrikalari aynan shulardan siryo olib kraska ishlab chiqarar ekan. Buning ichida seriyoli turar ekan. Mana masjiddan butun zavodga masjiddan tarqalar ekan. Namuna olyapti, har bitta ishlab chiqarishdan mashaqqa qo'yadi. 1 yil saqlanar ekan. Mana shu mabodo muammo boshqa bo'ladigan bo'lsa, mana partiyadan aniqlab olar ekan, laboratoriyaga kirib ketar ekan. Yong'in so'ndirma jihozi har qadamda. Bu shunaqa zo'r yonadi, shunaqa portlaydi, yonganda ham bor. 60 yillik fabrika. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Mana shu fabrikada, juda ham katta fabrikada atiga 100 ta odam ishlar ekan. Qaranglar, kattaligini. Mana hamma ishlab chiqarilgan tayyor mahsulot shu yerga kelib taxlanadi. Nima tomosha qilyapsiz? Hormang, assalomu alaykum. Ismingiz, korxonangiz? Xonib mebellar korxonasi rahbari bo'laman. Hozir o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingiz boshqada. Kelib butun ishlab chiqarish prosesslarini ko'ryapmiz. Bu baribir mebel sifatli bo'lishi uchun xomashyo sifatli bo'lishi. Okay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz, korxonangiz? Ismim Kamoliddin, Istiqlol mebel. Meksikon, Ermon. Ne'matjon, Izabella mebel. Izabella mebel. Shavkat. Shavkat aka, Norma dveri ekan. eshik ishlab chiqarasiz. Faqat eshik. Mezon, Eshiklari. eshiklar. Faqat eshik chiqarasizlar. Mebel ham chiqaramiz aka. Zo'r. Bizaniki individualniy tarzda buyurtma asosida ishlab chiqariladi. To'g'ri. Vay. Bitta shunaqasi yo'q edi. Qarang, alohida rahmat ekan menga. Boshqa hech kimga bermadi, faqat menga berdi desam, ha.
Rahmat. Sizlarga ham rahmat.